Azaldan bu zaminda shaharlar tasodifan qurilmagan. Har bir g'ishtda insonga g'amxo'rlik, har bir gumbazda zamonning ruhi yashaydi. Va shu bunyodkorlik ortida mohiyatni anglay olgan zotlar turardi. Aynan shunday shaxslar buyuk g'oyalarni qadrlar edi. Ular uchun uy shunchaki devor emas, balki hurmat, ishonch va birlik bilan bog'langan xalqning qalbi yashaydigan maskan. Hamshahar qalbdan yaratilgan zamonaviy turar joy. Bu yerda xavfsizlik, qulaylik va har bir tafsilotga e'tibor bor. Bu faqat uy emas, bu baxt, tinchlik va kelajak uchun makon. Bo'lsa bo'lsin, Hamshahar bo'lsin. Hamal One Group, Hamshahar.